Jannatim tog'am, tog'ajonim, bitta yordamingiz kerak-da. Jiyan qanaqa yordam kerak? Shu kredit olayotgandim. Qarindoshlar ichida bitta siz davlat ishida ishlar ekansiz. Bitta kafil bo'lib berasiz endi tog'ajon. Kafil. Hech kafil bo'lmagan ekanman. Menga ziyon yo'qmi? Umuman ziyon yo'q. Kreditni men to'layman. Siz kafil bo'lib bersangiz bo'ldi. Hozir jiyan qarindoshlar o'rtasida ana silay rahim uzilib ketyapti. Sen men jiyanimsan-ku, kafil ekan-ku. Jonimni ham beraman. Yashang tog'a. Assalomu alaykum amaki. Amaki 30 ga kirdim, uylanayotgandim. Kredit olayotgandim. Kafil bo'lib bering. Qarindoshlarim ichida bitta siz davlat ishida ishlar ekansiz. Mayli, bo'laman, lekin yaqinda jiyanimga kafil bo'ldim-da. Singlingizning o'g'li, ukangizning o'g'li emasmi? Qo'ying, dadam tirik bo'lganda sizga bunday sarg'ayib yurmagan bo'lardim. Menga ziyon yo'qmi? Sizga umuman ziyoni yo'q. Men o'zim to'layman. Kafil bo'lib bersangiz bo'ldi. Bo'ldi, otam yo'q deb yig'laman. Otang o'rnida men otaman. Bo'ldi. Yashang amaki. Amaki. Amaki yaxshimisan? Assalomu alaykum amaki, yaxshimisiz? Sen ko'rganim yaxshi bo'ldi. 3 oydan beri olgan kreditini mendan yechib olyapti. O'zing to'layman deding-ku. Yaxshi ham 3 oy yetibdi sizdan. Stroykada ishlayman, oyligimni ola olmayapman amaki. Sabr qilib turing. Muncha unaqasiz, siz begona emasmiz-ku. Dadam tirik bo'lganda sizga sarg'ayib yurmagan bo'lardim. Qo'ying. Jiyan, to'xta. Jiyan, yaxshimisan? To'xta. Jannatim tog'am, vaqtim yo'q, shoshyapman. Kredit olsangiz ziyon yo'q deding. 5 oydan beri mendan yechib olyapti. Jiyan, to'lamaysanmi, Jiyan? Siylay rahim qilib o'zingiz kafil bo'ldingizmi? Endi chidang-da. Siylay rahim uzgan odam jannatga kirmaydi. Jiyan, biz xotindan ajrashib qolaman, ey. Jiyan, amaki kafil, ey. Qulpini ham bor ekan. Ol, qulpni ol. Shashvar jiyanlar, rohit mehralar. Amaki? To'g'ri. Nima bu ahvol? Sanlar solding-ku mana shu ahvolga. Uyalmaysanlarmi? Biror nomga kredit olib o'zing mana shu shohona narsalar yeyishga uyalmaysanlarmi? Sanlarda mana shuncha bo'lsa ham vijdon bormi, a? Senlar mana shu narsalar yeyapsan, men bola chaqam bilan bir yildan bilan pirashga yuribman-ku. Kafil bo'lding degani, gaday bo'lding degani ekan. Menga qaranglar. Oqibati bo'lmasa, ukangizga ham kafil bo'lmanglar. Una mattina mi sono alzato